keldim. Hojatga boraman dedi, ertalab ket desam yiqildi, shu bo'yicha qaytib yurmay qo'ydi. Farzandlar yo'q a? Do'stlar, endi haligi farzandi bo'lganda farzandini yoshi kattayib, misol qo'ltig'i kirib, yordam berib, shunaqa qilgan bo'lardi. Endi bu akalarimizni ham farzandi ham yo'q ekan. Shunga endi kelinglar. Avvalo hech kimning boshimizga bunaqa sinovlar kelmasin iloyim. Shu har xil kasalliklardan Alloh o'zi saqlasin do'stlarim. Endi hali ehson qilaman deb turgan do'stlarimiz ham bor. Chunki bunaqa videolarni anchadan beri qo'ymay qo'ydik. Endi sog'inib ham qolgan do'stlarim. Xudo xolasa kelinglar shu opamizga, shu akamizga bir yordam berib, do'stlarim 1 so'mmi, 10 so'mmi, do'stlarim xalq baribir xalq. Shu yig'ilib qolsa, ya'ni hozir bu akamizni O'zbekistonga olib borish kerak-a? Toshkentga olib borib berir. Toshkentga olib borib, xudo xolasa bu akamizni ko'rsatib inshaalloh bir sog'ayishiga o'zimizni hissamizni qo'shib bir